Alloh bizni dinimizni shunaqangi shakllantirib berdiki, qo'limizdan kelmaydigan narsa yo'q dinning ichida. Roza tutmagan bo'lsangiz, siz tutalmadingiz va siz tutmadingiz. Tutalmadim demang, gapingizni qilmang. Siz tutmadingiz. Chunki Xudo rozani tutalmaydigan qilib buyurmagan. Mana 21 soat, 21,5 soat roza tutadigan davlatlar bor. Ya'ni iftorlik bilan saharlikda orasi 3 soat, 3,5 soat, 2,5 soat to'g'ri keladigan davlatlar bor. Siz bilan men 17 soat, 16 soat, 15 soat roza tutdik. Alloh bilmasmidi o'shalarda 21 soat roza tutishligini? Juda yaxshi bilardi Xudo. 2019-yilda issiq kunda roza kelishini Xudo bilmasmidi? Juda yaxshi bilardi. İnsonni Xudo shunday yaratdiki, roza tutoladigan qilib yaratdi. Bizni yasagan, bizni yaratgan kim? Alloh. Biz nima qila olamiz, nima qila olmaymiz, Xudo bizni biladi. Bilganligi uchun qo'limizdan keladigan qilib dinni shakllantirib berdi. Qo'lingga kirka lo'mda olib yo samolyotga chiqib, jannat qattarligini top demadi Xudo bizga. Do'zax qattarligini top demadi bizga Xudo.